O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rdirmoqchi bo'lganlar WhatsApp orqali aloqaga chiqasizlar. Energiya obmen uchun bitta like, podpiska sizlardan o'rtoqlar. Fursatdan foydalanib, hozir onlayn klient bilan ishladim. Fursatdan foydalangan holatda bitta sizlarga ham niyat qildim rasklad tashlashga. Ya'ni kartamga savolim shu bo'ladiki, sizni ichki va tashqi, ya'ni qo'pol qilib aytganda общий hayotingizni ko'ramiz. Hozirgi paytda sizni ahvolingiz qay darajada? O'rtoqlar, общий rasklad bo'lgani uchun ba'zi insonlarga tushadi, ba'zilarga tushmaydi. Shuni ham inobatga olinglar. Iloji bo'lsa lichni rasklad ham ko'rdirishinglarni tavsiya etaman. Qani o'rtoqlar, ketdik. Savol bersam, orada kommentariyada javob berib ketinglar, iltimos o'rtoqlar, chunki bekorga savol bermayman. Xo'p, ketdik. Kartamda oilaviy, demak siz oilalisiz va farzandi bor, oilali, qanaqadir katta oila chiqyapti. Menimcha siz qaynona, qaynota va hokazo, ya'ni katta oilada kelinsiz yokida yashaysiz. Lekin hozirgi kunda oilangizda ozgina notinchlik bo'lyapti. Bilasizmi? Hattoki kechalari o'ylab chiqyapsiz, bezovtasiz, juda ham bezovtasiz. Oxirgi paytda hattoki farzandingiz ham nimagadir ko'zingizga ko'rinmayapti. Tarbiyasi bilan shug'ullanmay qo'ydingiz yoki ozgina mehr tomonlama mehringizni qisdingiz. Lekin er-xotin o'rtasida bir-biringizga yaxshi, juda ham chiroyli chiqdi. Ilohim joninglar sog' bo'lsin, umringlarning oxirigacha baxtli bo'linglar. Kim meni ko'rayotgan bo'lsa, shu tilayim sizlarga. Er-xotin o'rtasida chiroyli munosabat, ya'ni bir-biringlarni yaxshi ko'rishinglar chiqdi. Yaxshi, bir-biringlarni yaxshi ko'rar ekansizlar. Er-xotin bir-biringlardan hali beri so'yish chiqmadi. Juda ham chiroyli, baxtli bo'linglar jonlarim. Lekin bilasizmi, qaynona tomonidan ozgina nima desam ekan, zulm deymizmi yoki ozgina bir qanaqadir narsalar bo'lyapti. Ya'ni oilangizni behuzur qiladigan, oilangizni va siz ozgina qiynayotgan narsa bo'lyapti qaynona tomonidan. Bu juda ham yomon narsa. Bu juda ham yomon narsa. Agar qaynonalar meni ko'rayotgan bo'lsanglar, kelininglar bo'lsa, unaqa ish qilmanglar. Mavzudan ozgina cheklashayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu juda ham achinarli holat. Ajrashuvlar, bola yetim qolishi, jamiyatda yomon yo'llar bilan ayollar pul topish nimaga ko'payib ketyapti? Ko'p hollarda men aytaman, balki ba'zilar tan olmasligi mumkin. Yaxshi qaynonalar ham bor, men yo'q demayman. Men ham qaynonaman. Lekin qaynonalar har bitta narsaga sababchi bo'ladi. Balki sizni farzandlaringiz mana ya'ni ikkita er-xotin alohida yashagisi kelar, balki o'zini oilasi bo'lishni xohlar. Bilasizmi? Sizlar er-xotin bir-biringlarni yaxshi ko'ryapsizlar. Bir-biringlarni podдержка qilyapsizlar, kerak bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Lekin ozgina o'rtaga qaynona kirishi, qaynona ko'p aql o'rgatadimi yo qanaqadir bilmayman, zulm qiladimi? Endi hayotingizda nima bo'lyapti bilmayman, lekin ko'p gap so'zlar bo'lyapti. Shunaqa gap so'zlar bilan taqdir, ya'ni oilangiz ajrashib ketishi ehtimoli ham chiqyapti kartada. Bu juda ham achinarli holat bu. O'rtoqlar, hozirda karta shu hozirgi kunda sizni ahvolingiz bilasizmi qanaqa? Eringiz tomonidan sevgi, muhabbat, hamma narsa bo'lyapti, lekin qaynona tomonidan bosqinch bo'layotgani uchun siz bir kun juda ham baxtlisiz, ikkinchi kun qaynonangiz tomonidan dilingizni og'ritadigan gapmi yoki bir qanaqadir ishlar amallar qiladimi qaynonangiz, ikkinchi kun juda ham bir o'likka o'xshab yurasiz.
qalbingiz judayam qaynona tomonidan yaralangan va qiynalgan chiqyapti. Qanaqadir bilasizmi, har bitta karta tashlaganim sarichi ayol tarafidan sizga zulm qiynov chiqyapti. Lekin eringiz, oilangiz, ya'ni er-xotin o'rtasida yaxshi chiqyapti. Qaynona tomonidan bo'lsa zulm, qanaqadir qiynov, dilog'riq, ko'z yosh, mana shunaqa chiqyapti kartada. Yana bir bor aytib o'taman, agar mani qaynonalar ko'rayotgan bo'lsa, yaxshi qaynonalar ham bor. Men yomon qaynonalar ko'p demayman, chunki o'zim ham qaynonaman. Meni ham ikkita kelinim bor. Men bilasizmi, men nima demoqchiman? Men juda ko'p narsa eshityapman O'zbekistonda. Qanaqa ajrimlar ko'p bo'lyapti va kim sababdan ajrimga kim olib boryapti, bolasini kim ajrashgin bu qiz bilan yoki xotining bilan deb ko'p har xil kechilov gaplar bo'lyapti qaynona tomonidan. Har bitta insonga men insof tilayman. Men hech kim san yomonsan, san yaxshisan demayman. Shunchaki men o'zimni fikrimni aytib o'tib ketyapman va har bitta karta ochganimda mana shu og'riqni his qilyapman. Mana shu og'riqni his qilganim, agar ovozimdan, tovushimdan bilayotgan bo'lsanglar, bilasizmi, gapiryapganda ozgina titrov chiqyaptiki, chunki qaniydi men har bitta kartani ko'rayotgan inson tushunsa edi har bittasini ma'nosini, qanaqadir og'riq men his qildim. Judayam bir, balki oranglarda qizlar judayam qiynalayotgan qaynona tomonidan qanaqadir zulm ko'rayotganlar bormi, men bilolmayman, lekin menga judayam qattiq og'riq keldi. Men shu yerda to'xtatmoqchiman, mana shu yerda kartani va ko'rishni to'xtatmoqchiman, chunki menga juda ham qattiq og'riq keldi. Baribir endi qalb, ya'ni onaman, meni ham kelinlarim, farzandlarim, nevaralarim bor. Men ham bilaman qanaqa bu juda bir yomon narsa, zulm ko'rsatish kelinga. Lekin ayollar, qizlarimiz kim meni ko'rayotgan bo'lsa, sizlarga katta sabr, har bitta insonga insof tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar o'rtoqlar.